Abu Abdullah Muhammad İsmail al-Buxoriy qabrlari. Bu yer ustidagi bu qabr tosh yuqorida qo'yilgani bilan asl qabr buni ostida bo'ladi. Bizga shu asl qabrlariga, ya'ni yer ostidagi qabrlarini ziyorat qilish ham nasib qilgan. Bundan 10 yillar muqaddam xuddiki mushka ambarda hidiga o'xshagan bir hid kelib turadi. Biz so'raganmiz, qanaqa xushbo'y narsa sepilgan qabrlariga desak, qabrlarning o'zidan keladi shunaqa hid deb aytishdi. Kablo mais fica. Mas não estão olhando aqui. Que passa da O'rtadagi ramziy qabrlar, mehmonlar, haqiqiy qabrlar bu tomonda past. İsmail al-Buxoriyning asl qabrlari mana shu pastda. Biz hozir pastga qarab tushamiz. Yuqoridagi qabrlari ramziy qabr ekan. Bu yerdan kirilar ekan. Muhammad İsmail al-Buxoriy hazratlarining qabrlari bu yerda rasmga olish mumkin emas. Shunday bo'lsa ham sizlar uchun olyapman. Mana buni ichida qabrlari. Bu tomonda ayollar, bu tomonga esa erkaklar kelib o'tiradi. İsmail al-Buxoriyning qabrlari. Alloh u kishini ruhlarini shod aylasin, qabrlarini nurga to'ldirsin.